Hammaga assalomu alaykum. Men Mamadaliyev Mansur Poziljonovich, Andijon viloyati Andijon shahar Ozodlik MFI Shahrixon ko'chasi 103-uyda istiqomat qilaman. Oilaliman, 5 nafar farzandim bor. Hozirda mening qonuniy haq-huquqlarim Andijon viloyati Majburiy ijro byurosi rahbari va Andijon viloyati prokuraturasi 16-bo'lim rahbari tomonidan buzilgani bo'yicha bo'lib o'tgan holat bo'yicha qisqacha murojaatim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga, O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiya rahbari hurmatli Saida Shavkatovnaga. Muhtaram Shavkat Miromonovich, sizning xalqingizni yaxshi ko'rib, xalqingiz manfaati uchun olib borayotgan ishlaringizni sanab o'tirmayman. Xalqingiz urush bo'layotgan davlatlar orasida qolib ketganiga befarq bo'lmay, alohida samolyotlar yuborib olib kelayotganingiz sizni xalqingizni yaxshi ko'rishingizni yaqqol dalilidir. Fuqarolarning murojaatlarida jinoyat alomatlari bo'lsa-da, jinoyat ishi qo'zg'atmay yopib qo'yishganini raqamlar bilan yig'ilishda bayon etdingiz. Shunga ko'ra prezident nomiga qilingan har bir murojaat xolislik bilan o'rganilishini ta'kidlab o'tdingiz. Men MCJM balansda bo'lgan binoyimni fuqaro O. Yo'ldashev ATB Ipak yo'li bankiga garovga qo'yib 43,000 AQSh dollari olgan. Kreditni qaytarmagan. Ne uchun bank sudga murojaat qilgan. Sud qarori bilan binoga qaratilgan. Yo'ldashev kreditni qoplamagani uchun ariza bilan Andijon shahar prokuraturasiga murojaat qilganman. Murojaatim Andijon shahar IBSida tergov bo'limi tomonidan o'rganilib, jinoyat ishi qo'zg'atish kerakligini aytib, ruxsat so'rab shahar prokuraturasiga kirganimizda jinoyat ishi qo'zg'atishga shahar prokuratura 16-bo'lim rahbari ruxsat bermagan. Tergovchilardan murojaatim bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atmaganini so'rasam, prokuratura ruxsat bersagina qo'zg'atishini aytishdi. Dardimni kimga aytay? Men bino begonalashib ketmasligi uchun kreditni qoplab kelganman. 16,000 AQSh dollari qolganida pulim yo'q, to'la olmay qolganman. Shunda majburiy ijrosi binoni sud qarorida ko'rsatilgan 29,000 AQSh dollarini qoplash maqsadida binoni auksionga sotuvga qo'ygan. Auksion savdo 28.03.2025 kuni soat 10 ga belgilangan. Men viloyat prokurori qabuliga kirib, kredit qoplab kelayotganimni, prokuratura jinoyat ishi qo'zg'atishga ruxsat bermayotganini aytganimda, tergov tugagunga qadar ijroni to'xtatib turish bo'yicha 16-bo'lim rahbari Usanov Damirga topshiriq qilgan. Oradan 1-2 kun o'tib, prokuror topshirig'i bo'yicha 16-bo'lim rahbari Usanov Damir oldiga kirib, tergov xatini so'raganimda, ijrochi telefon raqamini mendan olib, aytib qo'yishini aytdi. 27.03.2025 kuni takroriy Usanov Damir oldiga kirganimda, menga Usanov Damir prokuror qabuliga kirganingiz bilan ishni men hal qilaman deb, auksion savdo to'xtamaydi, bo'lib o'tadi. Har qanday holatda ham auksion savdo bo'lib o'tadi deb, O. Yo'ldashevga jinoyat ishi qo'zg'atilsa ham auksion savdo bo'lib o'tadi deb javob berdi. Usanov Damirni qanday manfaatdorligi bor yoki tepadan zakaz bormi? Auksion savdo o'tishi Usanov Damirga shunchalar kerakligini sababini tushunmadim. Men 28.03.25 kuni tanishlarimdan qarz olib majburiy ijro byurosiga borsam, ijrochi Ruslan Abduvaliyev ish joyida yo'q ekan. Men pulni bankka olib borib topshirib, kredit qoplaganim bo'yicha ijrochi telegramiga ijroni to'xtatish bo'yicha auksion savdo boshlanmaydan oldin bank yuristi ijroni to'xtatish bo'yicha xatini tashlab bergan. Ijrochi Ruslan Abduvaliyev xatni olib, ish joyida yo'qligini aytib, sheriklariga ijroni to'xtatish bo'yicha aytishini aytgan. Sheriklari ijroni, auksion savdoni to'xtatmagan.
savdo bo'lib o'tgan. Auksion g'olibi auksion savdoda o'tgandan 10 kun o'tib pulni MIBga tashlab bergan. Auksion g'olibi binoni o'tkazib berishini emas, bino uchun o'tkazgan pulini qaytarib berishini majburiy ijroga xat bilan murojaat qilsa, pulini qaytarib bermayapti. Meni viloyat prokuraturasiga chaqirishib, majburiy ijro hisob raqamiga mavjud bo'lgan auksion g'olibi pulini meni MCHM hisob raqamiga o'tkazib berishi bo'yicha prokuraturasi 16-bo'lim rahbari va majburiy ijro byurosi rahbari menga bosim qilishyapti. Ertasi kuni viloyat prokurori meni chaqirib, pulni mening MCHM hisob raqamiga o'tkazib berishini aytganida, men sud qarorida kredit qoplash uchun pul bank hisob raqamiga o'tishini, ammo lekin kredit mening mablag'im bilan qoplanganini, bank auksion g'olibi pulini qaytarib berishga e'tirozi yo'qligi bo'yicha xat yozib berganini aytdim. Shunda viloyat prokurori pulni MCHM hisob raqamiga emas, bankka tashlab berishini aytdi. Men binoyim begonalashib sotilib ketmasini oldini olish maqsadida tanishlarimdan qarz olib kreditni qoplagan bo'lsam-da, auksion g'olibi binoga da'vo qilmay pulini qaytarib berishini so'rasa-da, majburiy ijro byurosi rahbari va prokuratura 17-bo'lim rahbari o'zaro kelishib, menga va bankka bosim qilishib, majburiy tarzda pulni bankka va MCHM balansiga tashlab berishib, binoni auksion g'olibiga o'tkazib, so'ng g'olib meni nomimga o'tkazib berishini aytishdi. Auksion g'olibi binoni olishni xohlamasa-da, majburiy o'tkazib berishmoqchi. Qonun himoyachilari o'zlari qonun buzilishiga yo'l qo'ysa, kim tekshiradi? Bundan tashqari majburiy ijroga, binoni auksion g'olibi nomiga o'tkazib berishlik davlat tashkiloti tomonidan topshiriq bo'lgan ekan. Audio zapisi mavjud. Qaysi tashkilotni ishni o'rganadigan mas'ul xodimga batafsil zapisi bilan taqdim qilaman. Oddiy fuqaro qachongacha mansabdor shaxslar tomonidan xo'rlanib sarson sargardon bo'lamiz? Muhtaram Prezident Shavkat Miromonovich, hurmatli Saida Shavkatovna, o'tkazilgan selektor yig'ilishida menga qilingan har bir murojaat xolis adolatli o'rganiladi degansiz. Sizdan iltimosim, nazoratingizga olgan holda murojaatlarimni qonuniy o'rganishini ta'minlab berishda amaliy yordam so'rayman. Muhtaram Prezident Shavkat Miromonovich, o'z yig'ilish bayoningizda fuqarolarning murojaatlarida jinoyat ishi ochish mavjud bo'lsa-da, jinoyat ochilmasdan ishlar yopilib qo'yilganligini raqamlar bilan da sanab o'tdingiz. Xuddi shu raqamlarning ichida yopilayotgan ishlarda meni murojaatlarim ham mavjud. Muhtaram Shavkat Miromonovich, hurmatli Saida Shavkatovna, sizlardan iltimosim, ushbu murojaatimni inobatga olishingizni, nazoratingiz ostida qonuniy o'rganib berishini so'rayman. Bu murojaatlarim 2017, 2022, 2023 dan beri qatnorib sarson bo'lib ketdim. Har bir gapimga Xudo xolasa javob beraman. Birovga men tuhmat qilayotgan yerim yo'q. Prokuratura xodimlari, tergovchilar oldiga kirsam, siz noto'g'risiz demaydi. Kuting. Tergovchi ishni yopadi, yangi ochadi. Ishni yopadi, yangi ochadi. Ishni yopadi. Bu davlatimiz ishangan qonun himoyachisi, prokuratura xodimlari, ichki ishlar xodimlari, davlatimiz emas, davlatimiz fuqarolari ham biz ishonamiz. Qonun ustuvor, jazo muqarrar. Lekin bu yerda sarsongarchilik, qandaydir vallomat bormi, juda kuchli odam aralashganmi, hammasi xijolatda. Hammasi, prokuror ham xijolatda, prokuraturadagi xodimlar ham xijolatda. Tergovchilarni gapirmang. Tergovchilar umuman xijolatda.
jinoyat bor, ochilmayapti. Shuni o'rgan beringlar, iltimos. Muhtaram Shavkat Miromonovich, juda yuqoridan bularni nazorat qilayotgan odam bor. Shunday deb bilaman. Bo'lmasa bu yerda bular hamma prokuratura xodimi yo ichki ishlar tergov xodimlari bari manfaatdor, nafsi ochmas. Bu yerda bosim bor yaxshigina. Bu pul bilan yopib yuboradigan ish emas bu yerda. Bu yerda seryozni narsa bor. Muhtaram Shavkat Miromonovich, iltimos qilaman, nazoratingiz ostida, respublika miqyosidami, boshqa joydami, qonuniy tekshirib berishni nazorat qilib bering, iltimos qilaman. E'tiboringlar uchun katta rahmat.